Salom xat deb boshlanardi bolaligimizda xatlar. Ha dadajon, bugun sizga anchadan beri o'ylab yurganlarimni ichimdagi mitti qizaloqni tinchlantirish uchun xat ko'rinishida yozdim. Men ulg'aydim. Hayot meni juda ham erta ulg'aytirdi. Bola bo'ldim-u, bolaligim bo'lmadi. Ha, men endi siz o'sha erkalatib ulgurmagan mitti qizaloq emasman. Bugun mustaqilman, o'zim qaror qabul qilaman, o'zim yiqilaman, o'zim turaman. Ba'zan juda charchayman, lekin baribir davom etaveraman. Ayni paytda nufuzli universitetning eng baxtli talabasiman. Siz eng ko'p hurmat qiladigan, onam esa ularning ashaddiy muxlisi bo'lgan afsonaviy aktyor Alisher Uzoqov jamoasida muharrirman. 100 dan ortiq mobilograflarning sevimli ustoziman. Yurt faxri nishoni sohibasi bo'lishga ham ulgurdi qizingiz. Ha, o'sha qishloq va soddagina qizingiz katta natijalarga erishdi. Sizga shunchaki oddiy narsalarni aytmoqchi bo'ldim xolos. Menda hammasi yaxshi. Bolaligimda siz bilan gaplashib ulgurmabman to'g'risi. So'zlarim ichimda ulg'ayib ketdi. Shu sabab hozir gaplarim katta, lekin ichimdagi qiz hali ham kichkina, ulg'aymagan u. Hayot menga juda ham erta, qiyin savollar berdi. Ba'zilariga javob topdim, ba'zilarini esa hanuz xayolan bo'lsa-da sizdan so'rayman. Inson yoshi ulg'aygan sari tushunar ekan, ota faqatgina tayanch emas, ota yo'q bo'lsa ham suyanchdir. Bugun meni juda kuchli qiz deyshadi. Bilishmaydi. Bu kuch tanlov emas, zarurat edi. Bunaqa mazza qilib o'ynab kulib yurganimni ko'rib, atrofdagilar "Dadingiz qayerda ishlaydi?" deb savol berishadi. Javobini aytish qiyin bo'lsa-da, men javob berishni o'rgandim, lekin tushuntirishni emas. Chunki ba'zi yo'qliklar izohga sig'maydi, xuddi siz kabi. Xatni oxirini yozish qiyin, chunki har bir xat xayr bilan tugaydi. Biz hatto siz bilan xayrlashib ham ulgurmaganmiz. Dada, dadajon, otajon. Yo'q, eslolmayman to'g'risi. Sizni qanday chaqirardim? Bu ohang xotiramda qolmagan. Seni tiling kech chiqqan derdilar onam, balki sizni chaqirishga ham ulgurmagandirman. Chunki o'sha mudhish yilda men atigi 4 yoshda edim xolos. Siz bu adolatsiz dunyoni tashlab ketgan o'sha kun. Ha, yana sizni qizingiz bahor va yoz oylarini intiqib kutadi. Chunki kapalaklar bu faslda meni qurshab oladi. O'ylaymanki siz o'lmagansiz. Shunchaki kapalakka aylanib qolgansiz xolos. To'g'rimi dadajon? Varaq ham oxirlab qolibdi. Xatdagi manzil yoziladigan joyini bo'sh qoldiraman. Lekin sog'inchlarim manzilsiz emas. Siz qalban biz bilansiz. Agar u joylar ovozim eshitiladigan joy bo'lsa, bilishingizni xohlayman. Qizingiz ulg'aydi va o'z kuchi bilan siz kutmagan natijalarga barchasiga erishmoqda. Va muhimi, otangga rahmat degan gaplarni har qadamda yetkazmoqda. Afsuski, birga tushgan bir dona ham rasmimiz yo'q ekan. Mayli, xayoliy rasmingizga qarab aytaman. Dada, sizni juda ham yaxshi ko'raman.